Ayni vaqtda mamlakatimizdagi eng dolzarb muammolardan biri aynan giyohvandlik illati bo'lib, undan butun xalqimizni, ayniqsa yoshlarni muhofaza qilishimiz zarur. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonida huquqni muhofaza qilish organlari oldiga tizimli vazifalar qo'yilib, xavfsiz va sog'lom yurt, keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlarni o'tkazish belgilangan. Barcha hududlarda huquqni muhofaza qilish organlarining o'zaro hamkorligi tashkil etilib, giyohvandlik vositalarini yetishtirish, aylanma yo'llar orqali olib kirish, saqlash, o'tkazish, sotishga chek qo'yish, narkolaboratoriyalarni aniqlash va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish borasida tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. 20-noyabrdan 20-dekabr sanasigacha o'tkazilgan xavfsiz va sog'lom yurt oyligi davomida 16571 tezkor qidiruv tadbirlari amalga oshirildi. Jami 2256 ta jinoyat fosh etildi. 1534 ta jinoyat ishi qo'zg'atilib, 379 nafar shaxslarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasiga chek qo'yish borasida o'tkazilgan keng ko'lamli tezkor qidiruv tadbirlari davomida Toshkent viloyatining Qibray tumanida yashovchi 1971-yilda tug'ilgan fuqaro yashash manzilida 8 kilogramm 198 gramm marixuana va 400 gramm ko'knor boshoqlarini saqlab kelayotganligi aniqlandi. Chinoz yo'l patrul xizmati maskanida esa Sirdaryo-Toshkent yo'nalishi bo'ylab harakatlanayotgan 2 nafar shaxs avtomashinada to'xtatilib tekshirilganda, avtoulov salonidan 5000 dozani tashkil qiluvchi 1000 dona Regapen kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlanib, ashyoviy dalillar hujjatlashtirib olindi. Yashnobod tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 2 nafar talabaning yonidan 120 gramm alfa PVP sintetik giyohvandlik moddalari topildi. Ular yashab kelayotgan universitet yotoqxonasi ko'zdan kechirilib, 2600 ta dozaga teng bo'lgan jami 520 gramm sintetik giyohvandlik moddalari noqonuniy muomalasining oldi olindi. Giyohvandlik yo'nalishida jami 2375 ta holat aniqlanib, narkojinoyatchilar va uyushgan jinoiy guruhlardan 500 kilogrammdan ortiq narkotik moddalar, 166521 dona psixotrop dorilar olindi. Noqonuniy ravishda yetishtirib kelinayotgan 521 tup giyohvandlik o'simliklari aniqlanib, belgilangan tartibda yo'q qilindi. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish, noqonuniy yo'llar bilan daromad topishga intilayotgan jinoiy guruhlar faoliyatiga chek qo'yish borasida hamkorlikda tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazildi. Samarqandda belgilangan talablarga javob bermaydigan sharoitda yoshlarni xavfli bo'lgan jang turlariga o'rgatib, pul evaziga janglar uyushtirgan holda qimor o'yinlarini tashkil qilib kelgan shaxsning faoliyatiga chek qo'yildi. Surxondaryo viloyati Denov tumanida esa turli yo'llar bilan fuqarolarga tahdid qilib, moddiy boyliklarni zo'rlik ishlatib tortib olish bilan shug'ullanayotgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga kelib tushgan murojaat yuzasidan fuqaroning yashash xonadoni ko'zdan kechirildi. Uyning yerto'lasidan RGD 5 qo'l granatasi, portlatish qurilmasi, elektrodetonator, 2 ta o'q otar qurol, 5 dona qo'l granatasi zapali, 546 dona turli xildagi jangovar o'q-dorilar va 1100 dona pnevmatik qurol o'qlari hamda o'tkir tig'li jismlar borligi aniqlanib, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan og'ir oqibatli holatlarning oldi olindi. Shuningdek, turli jinoiy guruhlar a'zosi bo'lgan va odam savdosi bilan bog'liq noqonuniy qilmishlar uchun qidiruv e'lon qilinib, chet mamlakatlarda yashirinib yurgan shaxslar ushlanib, tergov organlariga topshirildi. Oylik davomida uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish yo'nalishida olib borilgan tadbirlarda jami 1918 ta jinoyat aniqlandi. Fuqarolar hayoti va salomatligiga tahdid solishi mumkin bo'lgan 336 ta noqonuniy qurol saqlash bilan bog'liq holatlar aniqlandi. Jinoyat sodir etib, sud va tergov organlaridan yashirinib yurgan 1289 nafar qidiruvdagi shaxslar ushlandi. 430 nafar bedarak yo'qolgan fuqarolar topilib, oilasi bag'riga qaytarildi. Jinoyat turlari va shakli kun sayin o'zgarib borayotgani unga qarshi kurashda huquqiy asoslarni mustahkamlashni talab etmoqda. Bu borada Respublika idoralararo ishchi guruhi tomonidan giyohvandlik va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish yo'nalishida qonunchilikni takomillashtirish maqsadida Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga bir qator takliflar kiritildi. Bosh prokuratura va Respublika idoralararo ishchi guruhi mutasaddilari tomonidan narko jinoyatlar uchun javobgarlikni kuchaytirishga qaratilgan qonun loyihasi ishlab chiqilib, tegishli vazirlik va idoralar bilan kelishilgan holda Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kiritilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi narkotiklarni nazorat qilish milliy markazi tomonidan respublikada o'q-otar qurollar muomalasi sohasidagi muammolarni o'rganish, ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar va normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish yuzasidan idoralararo ishchi guruh faoliyati yo'lga qo'yildi. Giyohvandlik birinchi navbatda inson salomatligiga, ayniqsa ruhiy holatiga salbiy ta'sir etuvchi illat. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi davomida Sog'liqni saqlash vazirligi mas'ullari Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy-amaliy tibbiyot markazi mutaxassislari tomonidan aholi o'rtasida keng ko'lamli tushuntirish ishlari olib borildi.
Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida profilaktika ishlari jadal olib borilyapti. Shu jumladan Toshkent shahridagi 9-11 sinf o'quvchilari 10 ta maktab tanlab olinib, 3485 ta o'quvchi orasida ruhiy salomatlik ilmiy-amaliy tibbiyot markazi mutaxassislari tomonidan tayyorlangan savolnoma asosida so'rovnoma o'tkazildi. Ularning tahlili olib borilyapti. Biz bilamizki, kompleks ishda, ayniqsa profilaktika ishlarida maktab psixologlari, inspektor psixologlar, maktabdagi hamshiralar, narkolog, tibbiy psixolog va psixoterapevt mutaxassislarimiz bilan birgalikda ish olib borish kerak. Shuning uchun bizning markazimiz inspektor psixologlarga, pedagog psixologlarga va mahalladagi yettilikdagi vakillarimizga seminarlar o'tkazdi. Ichki ishlar organlari hamda tibbiyot xodimlari tomonidan giyohvandlik moddalari va spirtli ichimliklarga qaramligi bo'lgan 12727 nafar shaxslar majburiy davolanishga, 121657 nafari hushyorxonaga, 676 nafar shaxslar esa reabilitatsiya markazlariga joylashtirildi. Hududlardagi saf bo'linmalari xodimlari, piyoda va avtopatrullar, yo'l patrul xizmati va profilaktika inspektorlari tomonidan xizmat hududida kuchaytirilgan tartibda ish olib borildi. Mahallalarda narkolaboratoriyalarni aniqlash, muntazam nazorat maskanlarida giyohvandlik moddalari va pirotexnika vositalarini o'tkazish bilan bog'liq holatlar qat'iy nazoratga olindi. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi davomida jamoat xavfsizligiga mas'ul bo'lgan saf bo'linmalari tomonidan hamkorlikdagi tadbirlar olib borildi. Mahallalarda yoshlar faoliyat yuritadigan tashkilotlar, ta'lim muassasalari, ko'ngilochar maskanlar va boshqa jamoat joylaridagi naratlarning xizmat faoliyati davomida tig'li buyum va sovuq qurollarni olib yurish bilan bog'liq 13120 ta holatlar aniqlanib, 13151 ta tig'li buyumlar olindi. Shu bilan birga pirotexnika vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurash borasida ham doimiy nazorat tadbirlari tashkil etildi. Hamkorlikda olib borilgan tadbirlar va muntazam nazorat maskanlaridagi tekshiruvlar davomida 978 ta pirotexnika vositalari aylanmasi qonun saqlash bilan bog'liq holatlar aniqlanib, 1.900.000 donaga yaqin pirotexnika vositalari noqonuniy muomaladan olindi. Probatsiya nazoratidagi 357904 nafar shaxslar tekshirildi va belgilangan tartib qoidalariga amal qilmagan holda jazoni o'tash tartibini buzgan 9445 nafar shaxslar aniqlandi. Sud qaroriga ko'ra ularning 1450 nafarining jazosi og'irrog'iga almashtirilib, jinoyat sodir etish xavfi bo'lgan 850 nafari jazoni ijro etish muassasalariga qaytarildi. Tadbir davomida aholi vakillari va jamoatchilik faollari ham giyohvandlik bilan bog'liq holatlarni aniqlash borasida tashabbus ko'rsatganliklarini alohida qayd etish lozim. Befarq bo'lmagan aholining faolligi natijasida Ko'l markaziga kelib tushgan 204 ta, shundan Stop Narkobot orqali kelib tushgan 150 ta ma'lumotlar batafsil o'rganilib, tezkor tadbirlar olib borildi. Albatta, ichki ishlar organlari tomonidan olib borilayotgan barcha sa'y-harakatlar millatimizning ertangi kuni, kelajak avlodning baxt va kamoli uchun amalga oshirilmoqda. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi davomida aniqlangan har bir holat to'liq tahlil qilinib, jinoiy guruhlarga qarshi kurashdagi dolzarb masalalar o'rganiladi va kelajak uchun yangi rejalar belgilanadi. O'tkazilgan keng ko'lamli tezkor profilaktik tadbirlar esa yurtdoshlarimizni yaqinlashib kelayotgan yangi yil bayramini oila davrasida xotirjam, sog'-salomat kutib olishiga zamin yaratadi. Bir oy davomida aniqlangan giyohvandlik vositalarining salmog'i, jinoiy guruhlar tomonidan qo'llanilayotgan yangi hiylalar bu illatning xavfini yana bir bor ko'rsatib, har birimizni hushyorlikka chorlashi darkor. Ichki ishlar organlari tomonidan barcha huquqni muhofaza qilish idoralari bilan hamkorlikda aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlik va narko jinoyatlardan himoya qilishga qaratilgan tadbirlar izchil ravishda davom ettiriladi.